Assalomu alaykum barchaga. Dragon Stop jamoasi EKG plus kardiologiya self study bazasini demak yaratdi. Sizlarga shu bazani taklif qilamiz. Xo'p, bazamiz har bir mavzu bo'yicha prezentatsiyalar, video darslar va case tahlillardan iborat. Xo'p, siz bu bazani olish orqali EKG plus kardiologiyani 0 dan 100 gacha o'rganishingiz mumkin. Ya'ni elektrokardiografiya demak qanaqa ishlaydi, yurakni normal anatomiyasi, histologiyasi, fiziologiyasini o'rganasizlar. EKGda normal holatda demak qanday o'zgarishlar bo'ladi, normal holatda qanday ko'rsatkichlar bo'ladi, patologiyalarda qanday o'zgarishlar bo'ladi, bularni hammasini mavzulashtirilgan tartibda sizlar o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari demak case tahlillari mavjud, ya'ni vaziyatli masala tahlillari mavjud bazamizda. Sizlar bu vaziyatli masala tahlillari orqali demak kasalliklar, kardiologik kasalliklarda shu EKG o'zgarishlarini baholashni o'rganisizlar, bemorni real klinik holatini kelib chiqqan holatda diagnoz qo'yish va davolash taktikasini to'g'ri tuzishni o'rganisizlar. Shoshilinch birinchi yordamni o'rganasizlar. Undan tashqari surunkali davolashni ham, ya'ni dorilarni dozalari bilan bog'liq ravishda o'rgana olasizlar. Xo'p, bundan tashqari demak bazamizda self study bazamizga bonus sifatida demak mentor maslahati gruppasi sizlarga qo'shib beriladi. Xo'p, bu gruppada sizlar bemalol shu o'z amaliyotlaringizda uchragan yoki yaqinlaringizda, qarindoshlaringizda uchragan elektrokardiografik kasalliklar yoki kardiologik kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bularni demak gruppaga tashlash orqali kardiolog vrach bilan meni o'zim ham tez tibbiy yordamda vrach faoliyatini yuritaman. Chaqiruv brigadasi vrachiman. O'zim ham sizlarga tahlil qilib, davolash va diagnostikani to'g'ri taktikasini tuzishga demak maslahat beramiz. Ya'ni kardiologik maslahat ham olib bilasizlar aynan bu bazaga qo'shilish orqali. Xo'p, bazamizdagi ma'lumotlar demak European Society of Cardiology tashkilotining guidelinelari, ya'ni tavsiyalari va shu ma'lumotlarga asoslangan. Undan tashqari O'zbekistondagi asosiy darsliklardan bo'lgan Atashayx klinik ordinatorlar uchun Gadayev EKG va kardiologiya bo'yicha yozgan kitobidan professor Gadayevning yozgan kitobidan olingan asosiy ma'lumotlar amaliyotda qo'llanayotgan dorilar, ularni dozalari bilan bog'lab demak yaratilgan manbalar. Xo'p, endi sizlar qo'shimcha ravishda mentor maslahati bazasida, ya'ni mentor maslahati gruppasiga ham a'zo bo'lasizlar, self study bazani olgan vaqtlaringizda. Xo'p, bu bazada, bu guruhda sizlar tez tibbiy yordamga uchragan realniy kardiologik kasalliklarni holati, ko'rsatkichlari, undan tashqari EKGsi bo'yicha ham ko'rib borasizlar, o'rganib borasizlar. Shoshilinch yordam taktikasi qanaqa, keyinchalik ko'rsatiladigan yordam, ya'ni surunkali davolash qanaqa, bularni ham o'rganib borsangizlar bo'ladi bemalol. Xo'p, endi bazamiz kimlar uchun deydigan bo'lsak, bazamiz vrach faoliyatini yuritayotgan terapevt, UH yoki tez tibbiy yordam chaqiruv brigadasi vrachlari yoki bo'lajak kardiologlar uchun, magistr, klinik ordinatorlar uchun ham bo'laveradi. Xo'p, bo'lajak kardiologlar, ya'ni talabalar ham bemalol bazani olsa bo'ladi. Sabab bazamizda EKG plus kardiologiya 0 dan to 100 gacha o'rgatilgan. Ya'ni qiynalmaysizlar, bemalol 0 dan o'rganib ketsangizlar bo'ladi. EKGning normativlari va kasalliklarda qanday o'zgarishlar bo'lishini. Xo'p, endi bazamizning narxi 300 ming so'm. Bir marta obuna bo'lsangizlar, butun umr baza sizlarda qoladi. Mentor maslahati gruppasi ham sizlarda qoladi. Sizlar xohlagan vaqtingizda shu kardiologik kasalliklar, EKGlar bo'ladigan bo'lsa tashab, shu mentor bilan birgalikda tahlil qilib, kardiologik maslahat ham olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi murojaat qilish uchun akkauntlar hozir Telegram shu ekranda chiqadi. Sizlar Telegramdan ana shu akkauntga murojaat qilish orqali demak bazani sotib olishlaringiz mumkin. Baza haqidagi to'liq ma'lumotni, mavzular ro'yxatini ko'rish uchun Telegram kanalimizdan buni topishlaringiz mumkin. Telegram kanalimiz ham hozir ekranda chiqadi. Xo'p, demak hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yuragingizni asrang.